Jigarlar, shu oxirgi kunlarda chochim jingalak bo'lib ketyapti shu desanglar. Men o'ylayapman, balki shampunni alishtirishim kerak, shampunda ayb deb o'ylayapman. O'shaning uchun hozir bitta do'konga keldim. Bitta seriozniy shampun olmasak bo'lmaydi. Ochkida syomka qilib kiraman, telefonni ko'tarib olsam noto'g'ri tushunish mumkin. Mana, assalomu alaykum. Xonimlar, yaxshimisizlar? Shampunlar qatori qatta. Salom. Yaxshimisiz? Charchasiz? Shu ko'payib ketdi o'zi xillari. Oka menga cho'tkisi kerak, narxini qizig'i yo'q. Hozir katta bolalar hammasi mana shundan ishlatyapti. Adol parfyumli bo'ladi, soch tarlamaydi, hamma sochga tushadi, yumshoq qilib o'zi ob'yom berib qo'yadi sochga. Voy, hidi ham zo'r ekan va jigarlar rostdan mana shuncha shampunlarning orasida boshqacha bo'lib turibdi-da, mana Adolf. Ustidagi qoliplarni qaranglar, himoya vositalari ham bor. Har xil hidliklari bor. Xitoy baribir hamma soha bo'yicha bir bo'lib turibdi. Bu sohada ham ancha zo'r ishlar boshlab qo'yishibdi. Soch to'kilishiga, shu qurib qolishiga, har xil qazg'oli, hammasiga o'zidan yo'nalishidan teri berishar ekan okalar. Mana bizga ham har xil stillardan teri berishdi. Yog'li sochga, quruq sochga kevrishsa qilib beramiz chiroyli qilib. Bo'ldi. Mana pastda profilini qoldiraman. Adolf profiliga murojaat qilasizlar. Shampunlar kerak bo'lsa, mana mashinasidan bitta foydalanib ko'ringlar. Mana foydalanib ko'raman, o'tsuvimni aytaman. Xudo xohlasa bu safar uyaltirmaysiz degan bittaman, aka. Aka yana so'rab keladi. Ketdi, solaylik bo'lmasa bitta blok. Aka bo'ldi, rahmat bo'lmasam. Ko'rishamiz, charchamang. Mayli. Menimcha endi mana shampunlarda sekin ishlatib ko'ringlar, xudo xohlasa yaxshi bo'lsa kerak. Avvalambor odamning ko'rinishi o'zi chiroyli bo'lib turishi kerak. Shuning uchun sochlari ham chiroyli tarab olish uchun chiroyli shampunlar kerak. Sog' bo'linglar.